Mana bu yerda oilaviy majlis o'tkazasiz. 105 kvadrat 3 xonalik studiyniy 4 xonalik desam bo'ladi. Mana bu yerda choy ichasiz. Kuxonniy garnitur, qimmatlardan qo'yilgan gaz plita, mana bu yerda ovqat pishirasiz, posuda yuvasiz, xolodilnik to'ldirib tashlaysiz. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Buxoro shahar Kriti. Nechinchi qavat edi? 7-qavat. Mana bu yerda yuvinasiz, kir yuvasiz, siralka yuvinib chiqqandan keyin sochingizni quritasiz. Xo'sh. Kiraverishimiz mana bu yerda hojatxonamiz alohida qilingan. Marhamat, kaplar qilib qo'yilgan. Qimmat unitazlar qo'yilgan. Prixoshka mana bu yerda garderobniy deb o'ylaman. Akasi bu tomon ikki tomon garderob. Mana bu o'rtadan esa yotoqxonaga kiriladi. Bu yerda ham qimmat mebellar qilingan ekan. Chiroyli fonchalar berib qo'ydilar. Chiroyli pardalar ilingan va mebellar ham qimmatidan. Laminat, oyoq taglari to'liq. Isitish tizimi duxkonturli kotel va yana ikkita xona mana bu yerda detskiy bo'lyapti. Marhamat. Mana shunaqa chiroyli mebelchalar qilib qo'yilgan. Dars qiladigan joylargacha bu va 3-xonamiz mana bu. 3-xonamiz bo'lyapti. Bu yerda ham shifonyerlari bor, yana bitta kravatcha qo'yilgan. Xullas 105 kvadrat 3 xonalik, 4 xonalik desam bo'ladi, studiyniy formatda qilingan. 8 qavatli, g'ishtlik, liftlik domni, elitniy domchamiz 7-qavatdan manzil Buxoro shahar, Ziroat bankni ro'parasi, Kriti deb kelaverasiz. Narxi qancha pul? Narxi 76900 atigi. Bizni kuzatishda davom eting, o'g'illar.